albatta kunimiz dushanba kuni juda chiroyli, juda fayzli, barakali kun. Boshlanayotgan haftamız ham barakali bo'lib o'tsin, ilohim ko'z tegmasin har birimizga, sog' salomatlikda bari bitilida har doim diydor ko'rish nasib o'zi aylasin deyiladi. Ilohim, Bahodirxon nima dedilar? Juda chiroyli. Mikrofonni olib qo'ying. Ko'rib xursand bo'ldim. Umringiz uzoq bo'lsin. Xalq xizmatidan hech qachon charchamanglar. Rahmat. Rahmat. 100 yoshingizda ham shu yerda o'tirganingizda Ilohim, amin. Ilohim. Gapimiz chala qolib ketdi. Uchrashuv chiqqaningda kafega bordim, shirinlik yedim. Ana. Aytdim, Hamma sizga so'rayapti, aytdim. qiziqyapti hozir endi. o'sha ikkita shirinlikni puli-da. Shirin puli. Nimaga restoranlarga bormadinglar? Bir qimmatroq, bir puling bo'lsa. Yoqmasa keyin kuyib qolsam-chi pulga yetsam. Hazırlaşdım. Akadan qo'shiq olish qiyin menimcha dedi. Mana pishiq bola, mana mashaqqa pishiq bo'lish kerak. Uyumchoyim, qarang. To'g'ri. Hazırlaşdım. Yo'qmasa chali А мне интересно. Bobur Mansur bilan qilishdi-yu, bir prikol qilishdi, vaynchilar. Sovchilik keladi, ovqat qilaylik, u bu qilaylik desa keyin qiz chiqib, qizni ko'rsatib, qiz chiqadi, choy beradi, ovqat qilaman deb hozir ovqat ichib yoqmay qolsamchi, to'ymaymi qolsachi keyin. Ovqat yeganiz qoladimi? Ovqat yegani qoladimi bilani? To'g'ri aytibdi qizim. Qizim yoqmasachi, keyin siz ovqat berganimiz qoladimi? Xarajat qilganimiz qoladimi? Hech narsa qilmaymiz. Uylanasizmi yo'qmi? Olasizmi yo'qmi deydi. Shunga o'xshab yoqmay qolsachi, deyapti. To'g'ri gap lekin. Yo'q, hazil bu albatta. Qanday yoqdi sanki? Kam xarajatligimi? Мне Yo'q, kam xarajatlik emas. Gap so'zi chiqishdi-da, qanaqadir. Endi men ko'p uchrashganimda shu san'at sohasiga xalaqit bermaydigan inson qidiraverdim. Mana qizg'anchu bo'lish kerak emas. Menga farqi yo'q dedi, bo'ldi, 5 tashang dedim. Kelishdik dedim. 5 oldinglar? Shu bilan. В смысле, Телефон или прям реально сказала, мне без разницы? Да. Сейчас разница есть. Shunisi bildim. Chiqib turibdi orada. Shunisi bildim. Поэтому так этот Mana nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu taqdir deb qo'yibdi. To'g'ri. Я хочу спросить, был какой-то идеал девушки? Вот, в любом случае, каждый из нас, когда в молодом возрасте представляет, какой же будет муж или какая же будет жена. Было ли такое представление? Ожидания какие-то были, когда на свидание шли? O'zbektilda iltimos. Bo'lmadi shekilli. Necha marta chiqdik o'zi uchrashuv? Birinchisi o'zida yoqdi. Oo. Keyin yana taklif qildim. Ikkinchi marta ko'rishamiz. 35 ga kirdim. 30 Endi ijodkorligi uchun albatta bu inson san'at sohasidagi insonlarni tushunish mumkin deb o'ylayman. ham o'tirib qolgan ekansiz. San'at sohasi bilan band bo'lgan, hammaga ijod bilan qo'shiq yaratib band bo'lgan inson baribir to'g'ri tushunamiz. Lekin juda ham o'tirib qolibsizlar, Usmonjon, surat bitdimi? Mana 35 yoshmi, 45 yoshmi uylanmasdan Eng muhimi baxtli bo'lish. Sani yo'lingni bizani mashrabga ham bersin. Olma bitdimi? Ana. Olmani qaranglar. Qish kunlarida qip-qizil olma. Surat, rahmat. Bahodir, sen bizani ansambl ashula qilib berasan. Bo'ldi, xo'p. Ana Dikishgan. shu olmasan yeng kiyuring bizani ko'rsatuvdan san. Esdalik. Rahmat katta. Diloromxon mana kelin boshqa sizga mana shu olma, qizil olmadek chiroyli bo'lib yuringlar. Rahmat Mana shu katta. olmadek ehtiyot bo'lib, kraskasi yuqmasin. Xo'p bo'ladi. Yo'q. Kelinga o'sha kuni 10-fevralda to'ying bo'lsa, 11-kech qo'yib yuborib tur. Eshit gapimni. 11-fevral kechqurun mana shunda oldiga kirayotganda shu olma bilan birga kirasan. Nima olma bilan kirarlar? Oshxonaga kelib qo'ysinlar. Shunaka. Oldiga kirayotgan shu bilan birga. Nimaga? Bu bilan kirarlar birga olma oshxonada turmaydi. Yo'q, oldiga kiradi. Ya shukriga ham aytganlar shu bilan kiraman. Xo'p bo'ladi. Mana shu bilan kirasan. Xo'p bo'ladi. O'sha syomka qilib tashlaysan oldiga kirayotgan mana. Shuraga mana shu olma bilan kiryapman deysan. Xo'p. Balkim mana shu bilan ham kirarsiz. Ko'rsatuv, Balkim skоворodka bilan ham kirarsiz. Men o'zim olib kirib berishim mumkin bu bilan birga deydi. Mana sizga. Marhamat. Kuyovchining bormi? Kim? Men o'zim kuyovchi bo'lib beraman senga. Bo'ldi. Men Dilshod Katabekov kuyovchi bo'lganman, Dilshod uylangan. Rostdan aytayotgan bo'lsangiz, va'da berib qo'ying-da ekranda. Bo'ldi, kuyovchi emanman. Siz 10-da bandsiz. O'zim o'rgataman ekan. Marhamat. Mana. Ko'kmara. Suratga. Ayollar orzusi. Rahmat. Senga bu, senga. Ha, bunisi menga. Ha, sen o'tir. Xo'p bo'ladi, rahmat. Ko'p turar ekansan o'zi ham. O'tir. Xurshid aka. Senga kelinga. Xo'p bo'ladi. Yeng kelin birinchi qilish biladimi? Albatta. Tandirda non yopadi. Xurshid, voy kelayotganingda bizga Nilfarga kelin poshta yozib olibdi. Uyimizda skоворodka yo'q edi. Shuni berib yuborsangiz, mana shunda. Mana shu senga. Ana. Xo'p. Xayrlashamiz qizlar.